Vegeta haqida Yusufvaqt. Qani boshladik. Let's go. Ismi Amriddin, familiyasi Abdualiyev. 2004-yil 10-mart kuni Surxondaryoda tavallud topgan. Hozirda 21 yoshda. Kasbi YouTuber. YouTube bilan professional tarzda 6 yildan buyon shug'ullanib kelmoqda. Ko'pchilik uni Vegeta nomi bilan taniydi. Vegeta kanalida 670 mingdan ortiq obunachi mavjud. Amerikan YouTube'da 1 million obunachi yiqqan va shunaqa ko'plab kanallari bor. Lekin hamma Amerika YouTuberlari singari Amerika YouTube kanallarni ko'rsatmaydi. Yangi yosh YouTuberlar uchun pulli kanal ochib berish xizmatlari mavjud. Dizaynerlikni yaxshi o'rgangan. Vegeta kanalidan juda kam daromad qiladi. Asosiy daromadini Amerikan YouTube kanalidan topadi. YouTubedan tashqari Instagramda ham mashhur, ko'pincha tasodifiy faktlar yo'nalishida. Ilgari Instagramda va YouTube Shortslarida preview tayyorlash prosesslarini joylab borgan. Hozirda preview qilish bilan shug'ullanadigan brigadasi bor. Vegeta komandasi Oybek Qosimov, Anbar Abduqoyimov, Iha va Fizot kanallariga preview tayyorlab berishgan va tayyorlashni to'xtatishmayapti. Taniqli o'zbek youtuber Xulteshning podkastida qatnashgan. Menimcha, men bilan raqobat qilib Vegeta haqida 100 ta fakt qilayotgan odamlarning ko'pchiligi shu podkastdan faktlar olgan. Vegetaning Telegram kanali mavjud va u yerda kurslar, pullik xizmatlar, YouTube'ga topga chiqish va videoga kerak bo'ladigan sound effect, footage hammasini topsangiz bo'ladi. O'sha Telegram kanalini 2020-yildan buyon yurg'izib keladi. Vegeta YouTube kanalidagi ilk videosini 2020-yil 3-aprelda yuklagan. 7-aprel kuni esa 1000 obunachi yiqqan. Bor yo'g'i 3 ta video bilan. Menimcha, oldingi cringe videolarni udalib tashlagan bo'lishi mumkin. Avvallari Telegram kanalida o'zbekcha footajlarni chekingga bergan. 5 yil o'tdiki, bu footajlarni men hali ham ishlatyapman. Respect Vegeta. Eski avatarkasi shunaqa bo'lgan. Obunachilar orasida pulli yutuqlarni juda ko'p marta o'ynatgan. Bir vaqtlar TikTok akkaunti bo'lgan, lekin hozirda videolarni o'chirib tashlagan. Telegram kanalida memlar qo'yishni yoqtiradi. Ko'pincha YouTube haqida. YouTube kanalida naqd 45 ta stream qilgan. Streamlarda ko'pincha obunachilar qilgan previewlarni yoki kanallarini baholaydi va streamlarda Grand Mobile ham o'ynab turadi va videolarda reklama qiladi. Post yoki so'zlashuv bo'limida ko'pincha oproslar qiladi. YouTube kanalida jami 487 ta video. Ularni 184 tasi uzun videolar, 45 ta stream va 248 ta shorts videolar. Eng ko'p prosmotr yiqqan videosi Chingiz haqida Yusufvaqt. Eng mashhur shorts videolari esa mana shular hisoblanadi. Yoqtirgan avtomobili BMW yokida yoqtirgan futbolchisi Leo Messi. Ikkinchi o'zbekcha kanali Amriddin Abdualiyev kanalida 30 mingga yaqin obunachi mavjud va bu yoqda eng mashhur videosi mana shular hisoblanadi. Ronaldo Messi kabi afsonalar bilan bir sayyorada yashaydi. Har bir yangi qo'shilgan obunachilar uchun mushuklarga 1 gramm ovqat ajratish challenge-ni boshlagan. Vegeta so'zi hech qanday ma'no bildirmasligini aytib o'tgan. Va shu hech nimani anglatmaydigan so'zni o'ylab topish uchun 3 oy vaqtini sarflagan. Vegetani ko'pchilik Dragon Ball animasidagi Vegeta personaji bilan adashtirib olishadi. Shu yozda 18-iyulda tayyor sborka o'ynatib yuborgan. Hozirda Vegeta haqida 100 ta fakt tayyorlayotgan odamlar orasida pul yutuqlari o'ynatilyapti. Birinchi o'rin 1 million so'm, ikkinchi o'ringa 300 ming so'm, uchinchi o'ringa 200 ming so'm. Men ham pul yutuqni yuzish uchun qatnashyapman. Bu video rekka otib chiqib Shuning uchun bu videoni do'stlaringizga tarqatib, like bosib, obuna bo'lib keting. Har bir like'ingiz, har bir podpiskangiz men uchun muhim. Videoni ko'rishni davom eting. Undan tashqari Amerikan YouTube kanallarni ham o'ynatib turadi. Amerikan YouTube'da daromadi shunday. Instagram sahifasida 17 ming obunachi mavjud. Eng birinchi 100 ta fakt videosini Fizot haqida qilgan. Eng ko'p prosmotr yiqqan 100 ta fakt videosi Chingiz haqida. Endi eng kam prosmotr yiqqan 100 ta fakt videosi esa Rice Boy haqida 100 ta fakt. Kanalda jami 6 futbolchi haqida 100 ta fakt qilgan. Qancha pul topishni ko'rsatishni yaxshi ko'radi. Fizotni O'zbekistondagi nomer 1 speshik deb biladi. Oybek Qosimovni ustoz deb biladi. Pisayasiga ссылка qo'ymaydi. O'rtacha video uzunligi 6 minut. Streamlarda kamida 1 soat stream qiladi. Shorts videolarda odamlar haqida 10 ta fakt videolar chiqargan. Videolar boshida 14 sekundlik reklama qo'yadi. iPhone 17 ning prezentatsiyasidan 2 kun o'tib, iPhone 17 haqida 100 ta fakt qilgan. YouTube uchun ota-onasi qarshi bo'lmagan. Aksincha qo'llab-quvvatlashgan. Chunki notebook olgandan keyin kirib kelishni boshlagan. Kanalda jami 26 ta playlist bor. Bu ham Begimovning $1200 kursini sotib olgan. Jami 3 ta o'yinga 100 ta fakt qilgan. Eski Telegramniki Vegeta Pro bo'lgan. Oldinlari videolarning boshida boshqalar o'ynagan gameplay o'yinlarini foydalanar edi. 5 yil oldingi videolarning opisiyasidagi ijtimoiy tarmoqlari hozirgi vaqtda mavjud emas. Vegeta Arts nomli Telegram kanali mavjud. Bu kanaldagi so'nggi post 9-yanvar kuni qo'yilgan. Bu kanalni 2020-yil 23-mart kuni ochgan.
Omma aytib turgandek, bu kanalda faqatgina dizaynerlik temasi. Jami 3 ta davlatga yuz safar qilgan. Bir vaqtlari Instagramga nakrutka qilishni o'rgatgan. Karyerasini boshida tekinga prevyular qilgan. YouTube'da shorts videolarida o'zbek kontent makerlari haqida videolarni ko'p qilgan. Meta Arts bilan stream qilgan. Geta Privat nomli pullik Telegram kanali mavjud. Har bir odam YouTube'da o'ziga yoqadigan yo'nalishda video qilish kerak deb hisoblaydi. Instagram sahifasidagi jami prosmotr 10.966.707 ta. Ko'pincha Instagram postlarida ruscha va inglizcha yozuvlar qoldiradi. YouTube'da jami prosmotrlari 82 million. Dizaynerlik sohasiga kirib kelishga G'ayrat aka sababchi bo'lgan. Birinchi ishlatgan telefoni knopkali telefon bo'lgan. Birinchi sinf paytida sayt ochish bilan shug'ullangan. Universitetga topshirmagani haqida video qilgan. Maktabda yaxshi ko'rgan darslari informatika va rus tili bo'lgan. Diplom hech nimani hal qilmaydi deb hisoblaydi. 2 yil oldin YouTube videolarida o'zbekcha obzorlar qilgan. YouTube'da galochkasi bor. Yaxshi ko'rgan hayvoni mushuk. Eng kam prosmotr yiqqan videosi shu va so'nggisi Vegetaning millati o'zbek. Shu bilan bizni videomiz tugadi. Vegetaning shaxsan o'zi 30-sentyabr kuni streamda g'olibni aniqlaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham munosib g'olib bo'lsin. Mabodo men YouTube ketsam, opsiyaniyada meni ijtimoiy tarmoqlarim mavjud. Hammangizni yaxshi ko'raman. Xayr, salomat bo'ling.